qanday qilib yaqinlarini do'zaxdan qutqarishda samarali bo'lish mumkin? Iso Masih shogirdlariga buyuk topshiriqni berdi. Lekin nima uchun bugun ko'pgina iymonlilar samarasiz yashaydi? Nega bir ikki marta harakat qilib, odamlarning yopiq yuraklari bilan to'qnashib taslim bo'lamiz? Biz asosiy dushmanimiz odamlar emasligini unutamiz. Hatto ularning yopiqligi ham asosiy to'siq emas. Bizning Goliyafimiz bu ichki holatimiz, ya'ni Xudoning qudratiga emas, balki o'z kuchimizga qarashimizdir. Biz Xudo haqida bilishimiz mumkin, lekin uning qudrati va huzurini shaxsan his qilmaymiz. Bugun biz Dovud orqali berilgan darsni ko'rib chiqamiz va buyuk topshiriqda qudrat, jasorat va samarani qaytarish uchun nima qilish kerakligini anglaymiz. Iso Masih ko'kka ko'tarilishdan oldin shogirdlarga buyuk topshiriqni berdi. Mark 16:15-16. So'ng Iso shogirdlarga dedi: "Butun dunyo bo'ylab yuringlar. Hamma tirik jonga xushxabarni voizlik qilinglar. Kim iymon keltirib suvga cho'msa, najot topadi. Ishonmagan esa mahkum bo'ladi." Bu faqat chorlov emas, bu abadiy hayot masalasi. Ko'p odamlar buning ahamiyatini tushunmaydilar, lekin biz tushunishimiz shart. Bu jahannamdan abadiy qutulish yoki abadiy mahkum bo'lish haqida. Bizga buyuk topshiriqni bajarishda nima to'sqinlik qiladi? Asosiy sabab odamlarning yopiqligi tufayli ruhiy charchoq. Tasavvur qiling, xuddi Havoriylar kitobidagidek, bir kishiga aytsak, Rabbiy yuragini ochsa, uyiga taklif qilsa, uydagilar ham tinglab shu kuni suvga cho'msa, shogirdlar, jamoatlar ko'tarilsa, ibodat qilganimizda kasallar shifolansa, yovuz ruhlar qovchisa, mo'jizalar sodir bo'lsa, menimcha Xudoning ruhi kuchli harakat qilayotganda ko'pchilik Xudoning oqimida xizmat qilishni istagan bo'lar edik. Bunday bo'lmagani uchun biz bir necha marta harakat qilamiz, rad etilamiz va orqaga chekinamiz. Yopiq yuraklar bizning Goliyafimizga aylanadi, iymonimizni falajlaydi. Bu muammoga javob topish uchun Xudo bizga Dovudning hikoyasi orqali kuchli dars beradi. Goliyaf va Isroil xalqining qo'rquvi. Isroil ahli 40 kun davomida jang maydonida turdi. Goliyaf har kuni chorlar edi. Birinchi Shohlar 17:8-9. O'zlaringizdan bir odamni tanlang va menga qarshi chiqsin. Agar u men bilan jang qilib meni o'ldirsa, biz sizning qullaringiz bo'lamiz. Agar men uni yengib o'ldirsam, sizlar bizga qul bo'lasizlar. Nega hech kim chiqmadi? Hammalar o'zlarini bahaybat bilan solishtirdilar va o'z zaifliklarini ko'rdilar. Ular Xudo haqida bilishardi, lekin uni shaxsan tanishmas edilar. Qudratini his qilmas edilar. Dovud nima qildi? Dovud Goliyafning chorlovini eshitganda g'azablandi. Birinchi Shohlar 17:26. Bu xatnasiz filistinlik kim bo'libdiki, barhayot Xudoning qo'shinini bunday haqorat qiladi? Birinchi Shohlar 17:32. Dovud Shaulga: "U sababli hech kimning ruhi tushmasin. Qulingiz borib, bu filistinlik bilan jang qiladi" dedi. Dovudga bunday ishonchni nima berdi? Birinchi Shohlar 17:37. Dovud yana: "Meni sher va ayiqdan xalos qilgan Rabbiy bu filistinlikning qo'lidan ham xalos qiladi" dedi. Dovudning Xudo bilan shaxsiy tajribasi bor edi. U kichik g'alabalarda Xudoning qudratini ko'rdi va bu uning buyuk g'alabasi uchun iymon berdi. U chiqdi va butun qo'shinni falajlagan bahaybat kishini yengdi. Dovuddan olish mumkin bo'lgan darslar. Xudo bilan shaxsiy munosabatni rivojlantiring. Xudo haqida bilish bilan cheklanmang. Har kuni uning huzuriga ruhiy mashg'ulotlar yordamida kirishga harakat qiling. 2. Ruhiy jang olib boring. Kichik g'alabalar katta sinovlar uchun iymonni mustahkamlaydi. 3. Iymon bilan harakat qiling va Xudoning mo'jizasini kuting. Odamlarning yopiqligiga qaramang, Xudoning qudratiga qarang. 4. Har kuni Xudoning va'dalarini o'qib e'lon qiling. Xudoning so'zi qalbingizni mustahkamlaydi va ijobiy fon yaratadi. Xizmatda mustahkamlovchi oyatlar. Luqo 12:32. Qo'rqma ey kichik poda, chunki otangiz sizlarga shohlik berishni ma'qul ko'rdi. O'zingizga shohbachchadek qarang, ruhiy dunyoda sizga hokimiyat berilgan. Luqo 17:20. Xudoning shohligi ko'zga ko'rinadigan bo'lib kelmaydi. Xizmat qilyapsizmi? Yuraklarda ekilyapti. Bir kuni namoyon bo'ladi. Rimliklarga 1:5. U orqali biz inoyat va havoriylikni oldik, toki uning nomi haqi barcha xalqlarni iymonga bo'ysundiraylik. Sizga topshiriq berilgan va bajarish uchun kerakli hamma narsa berilgan. Rimliklarga 15
15-18. Chunki Masih majusiylarni bo'ysundirish uchun men orqali so'zda va ishda qilmagan biror narsa haqida gapirishga jur'at eta olmayman. Rabbiy so'zda hokimiyat va mo'jizalar bilan ta'minlagan. Kutib xizmat qiling. Efesliklarga 1:19. Xudoning qodirligining qudrati bo'yicha biz iymonlarda harakat qilayotgan uning kuchining cheksiz buyukligini payqab olinglar. Biz ajizan qudug'idekmiz. Kuch chiqishi uchun yo'l ochishimiz kerak. Efesliklarga 3:20. Bizning ichimizda o'z kuch qudrati bilan harakat qilayotgan Xudo esa biz so'rayotgan yoki orzu qilayotgan hamma narsadan ko'ra ham haddan tashqari ko'prog'ini qilishga qodirdir. So'ragan va orzu qilgandan ko'prog'ini beradi. Yuhanna 6:44. Agar meni yuborgan otam jalb qilmasa, hech kim mening oldimga kela olmaydi. Men esa uni oxirgi kunda tiriltiraman. Otamiz yuraklar bilan ishlayapti, demak umid bor. Yuhanna 15:20. Men sizlarga aytgan so'zlar yodingizda bo'lsin. Qul o'z xo'jayinidan ulug'roq emas. Meni qulg'in qilgan bo'lsalar, sizlarni ham qulg'in qiladilar. Mening so'zlarimga rioya qilgan bo'lsalar, sizlarning so'zlaringizga ham rioya qiladilar. Biz bu oyatning birinchi qismi amalga oshishini ko'rdik. Endi ikkinchi qismi amalga oshishini kutishimiz kerak. Bu oyatlarni har kuni yod bo'lib ketgunicha, yuragingizda iymon paydo bo'lgunicha o'qing va e'lon qiling. Ular bo'yicha harakat qiling va amalga oshishini kuting. Amaliyot: har kuni ruhiy mashg'ulotlar, so'z o'rganish, ibodat va ulug'lash orqali Xudo huzurida bo'lish muhim. So'ngra Xudoning huzurini o'zimiz bilan olib yurishimiz kerak. Shunda Xudoning mo'ylanishi, in'omlari va muqaddas ruh kuchi ishlay boshlaydi. Uning huzurida tog'lar ham erib ketadi. Sizning birgina hayotingiz bor va uni Xudoning qudrati va muhabbatini dunyoga namoyon qilishga sarflashingiz kerak. Qutqarish, shifolash, ozod qilish va xizmat qilish orqali. Bu vazifani oddiy, yerlik tashvishlar bilan yashash hayotiga alishtirmang. Xulosa, yopiq yuraklar bizning Goliyafimiz emas. Haqiqiy Goliyaf bu ishonmaslik, qo'rquv va Xudoning buyukligiga emas, o'zimizning cheklanganimizga qarashdir. Lekin shoh Dovudga sher, ayiq va Goliyaf ustidan g'alaba bergan Xudo sizga ham xizmatingizda buyuk g'alaba berishi mumkin. Xudoning kuchida xizmat qiling. Keling duo qilaylik. Xudo yuraklar ustida ishlasin, mo'ylanish bersin, toki odamlarning jahannamdan qutqarishda mahsuldor bo'laylik. Iso Masih nomi bilan amin.